İnsanların kundalik iste'moliga aylangan internetdan har xil siyosiy kuchlar unumli foydalanmoqdalar. Natijada ayrim yoshlar turli oqimlarga kirib, diniy ekstremizm tashkilotlarining g'arazli niyatlarini amalga oshirishdagi vositaga aylanib qolmoqdalar. Ma'naviy tahdidlarga salbiy munosabatda bo'lishning o'zi yetarli emas. Bunday tahdidlarning tabiatini, ildizini, manbalarini va o'zaro aloqalarini chuqur anglab yetganimizdagina ularga qarshi kurashish oson kechadi. Ogoh bo'ling yoshlar. Nima qilyapsan do'stim? Nimaga taqiqlangan saytlarga kiryapsan? Bu sayt seni yomon yo'lga chorlaydi. Kirma bunaqa saytlarga. To'g'ri aytasan do'stim.